Aytavering. Men Gulxoyani hozir tanib, mana ko'rib, jonli ko'rib, biram xursand bo'lib qaytyapman. Natijalarimni aytsam, neyrografikani chizyapman. Shunday natijalarim ko'p. Qaysi biridan boshlashni bilmayapman-da. Boshdan chizib boshlaganimda Herbalife kompaniyasidan taklif tushib turuvdi. Ustozim kiring deb turuvdilar. Yo'q, men nima qilaman? Menga kim ham kelardi? Mendan kim mahsulot olardi deb o'ylardim. Neyrografikani chizgan sayin boshimga har xil fikrlar kelib boshlagan. Keyin shu kompaniyaga kirishimga mana shu narsa kuch bo'ldi deb o'ylayman. Gulxoyani darslari, neyrografika chizganim. Keyin yaqinda neyroklubga a'zo bo'ldim. Chizib boshladim. Faqat o'ylardim qizimni yaxshi joyga turmushga bersam, shunisi yil, yaxshi joydan kelsa deb. Kelib turganida uncha ma'qul emas joylar edi. Chizib yurgan vaqtlarimda birdan sovchilar kelib boshladi. Keyin to'y qilishim kerak bo'lib qoldi. Ma'qul bo'ldi hamma tarafdan. Lekin bir so'm pulim yo'q edi. Qayerdan to'y qilar ekanman, qaydan pul olar ekanman deb o'tirib, keyin birdaniga shuni chizdimda, menga 100 million pul kerak to'y qilishimga deb yozdim boshiga-da. 7-kunida menga har joydan pullar kelib, 3 kun 4 kunning ichida 100 million pul yig'ildi. Qoyil. Keyin 20 kunning ichida to'y qilib yubordim. Neyrografikani ham chizmay qo'ydim shu bilan. Ana qara. Natijaga erishgandan keyin. To'y bilan bo'lib qoldim-da. Yana davom eting. Xudo xolasa bundan-da yuqori natijaga erishasiz. Mana noyabrga yana to'lov qildim. Endi yana chizaman. Natijalarim zo'r, super natijalarim. Klub ochganman. Ana qoyil. Fitness klubim bor. Har tomondan keladi pullar. O'rgatganlariday faqatgina yaxshi natijalarni kutib o'tiraman. Negativlarim yo'qolgan umuman. Qoyil.